bo'lyapti. Assalomu alaykum. Muhtaram mana Indovoodga boquvchilar, parranda boquvchilar. Mana xudo xolasa efirimizda akamizning Shokir akamizning mana Indovoodgalari jarayonlarimiz. Mana xudo xolasa Shokir akamda bir chiroyli qora boshlar bor. Mana oq boshlar bor Indovoodgalar. Xudo xolasa Shokir akamning Indovoodgalari mening do'stim bo'ladi, akaxonim bo'ladi, mening ustozim bo'ladi. Tuxumlar tug'ishni boshladi Shokir akanikini. Menikini ham boshladi, Shokir akaniki ham boshladi. Shuning uchun do'stlarim yanvar tugayapti, fevral hozir boshlaydi. Fevralda tuxumga kirishni boshlaydi xudo xolasa. Fevralning oxirida inshaalloh xudo xolasa jo'ja ochishni boshlaydi bular. Indovoodga juda ajoyib. Mana kichkinagina ko'lcha qilingan, kichkina orolcha qilgan, ichida baliqlari ham bor. Baliqlar ham yeydi bular. Xullas qalan hamma narsa yeydi. Muhtaram do'stlarim, mana g'ozlarimiz ham bor. Chiroyli g'ozlarimiz bor. Xudo xolasa aka-ukamiz shu Indovoodgalardan ko'paytirib 1000 ta donagacha qilamiz. 1000 ta dona qilgandan keyin xudo xolasa sotuvga chiqaramiz. Mana qarang, chiroyli. Kamida hozir erkaklari kamida 4 kilo 5 kilo keladi. Mana erkagi mana. Erkagi. Kamida 4-5 kilo keladi xudo xolasa. Qarang qanday tabiat, chiroyli joylar. Akamlar bu yerda mana sharoitlari bor, hamma narsa bor. O'rtoqlar, men nima demoqchiman? Xudo xolasa Indovoodgalarimiz sog'lom. Ular ancha-munchaga kasal bo'lmaydi. Baliqlarni yeb yotibdi. Bir xil paytda biz choyxonalarda baliq olib kelamiz, baliqdan atxotni beramiz, lekin atxotni yeb yotibdi. Mana Shokir akada atxotni yeyapti. Hammasi chiroyli, sog'lom. Xudo xolasa mana shu yerdagi ko'limiz juda ham ajoyib. Shu yerda parrandani mana rivojlantiryapmiz. Qo'shimcha bir 10-15 ta g'ozi bor. G'ozlar ham tug'ishni boshladi, tuxumga kirishni boshladi bular. Endi hozir chislomiz 23 yanvar 2026-yil. Muhtaram azizlar, do'stlarim. Mana shu efirim tugayapti. Mana kalta efirim bugun bo'ldi. Xudo xolasa nari efirgacha ko'rishgancha xayr do'stlarim.